Shu joydan boshlaylik, mana eshiklarni qarang ochilishini. Bismillah. Bu zaliga bitta baho beringlar. Kattaligini qaranglar bu uyimizni. Yakkasaroy tumani. Orientir 8-roddom. 4 xona 140 kvadratli metrga ega shunaqa uyimiz sotuvga chiqqan. Do'stlar, menimcha bu любой oilaga to'g'ri keladi. Bola chaqasi bor, katta oilaga, katta shunaqa chiroyli uy hammalarga nasib qilsin. Zalini ko'rdinglar, kelinglar bittalab hozir spalnilarini ko'rsatib chiqaman. Qani, marhamat. Spalnini qarang. Buni mebel texnikalarini, avtorskiy proyektlariga bitta baho bering. O'zini sanuzellari ham bor. Gap yo'q, lekin har bitta xonasiga konditsioner qo'yib, chotki remont qilib qo'yibdilar. Bu ikkinchi spalnimiz. Yo'q, bu детский ekan. Ana bo'lmasa. Bemalol, menimcha bola chaqadan tashqari onaxonni ham olib kelib qo'ysanglar bo'ladi. Mazza qiladilar. Duolarni olasizlar. Ilohim nasib qilsin har bittalarga. Kuxnyaga bitta baho bering. Qarang kuxnyani. Balkonlari ham mavjud. Texnikalarni va shu zo'rini qo'yibdilar, Hoffmanni qo'yibdilar akam. Gap yo'q. Kelinglar, yana bu yoqdagi xonani bitta ko'ramiz. Mana bu spalnilari ham rosa chiroyli ekan. Remontlariga gap yo'q ekan. Mana bu sanuzelni ham ko'rsatib o'tib ketgan albatta. Do'stlar, ilohim har bittamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Avvalambor uy yo'liga Allohim uy bersin, uyli bo'lishsin. Katta oilam uchun kattaroq uy olaman deganlarga kamida shunaqa uylar nasib qilsin. Lider Estate'ga murojaat qilinglar, aloqadamiz. Uyning to'liq ma'lumotini video tagida qoldiraman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.